Matematika fani yoqmagan bizga maktabda deyishadi. Bilasizlarmi, ko'pchilik ashuna deydi, matematika bilan kelisha olmaganmiz deyishadi. Yo'q, menda matematika bilan Xudoga shukr hammasi yaxshi bo'lgan, kelishganman ustozlari bilan ham. Matematikaligida kelishganman, tushunyapsizlarmi? 5-sinfgacha kelishganman men ular bilan. Uni yog'iga algebra, geometriyani menga matematika deb aldab tushuntirmanglar. Menga hech kim aytmagan, "Uka, mana raqamlarga hozir bir pasdan keyin senga harflarni ham qo'shib o'ramiz, mana misollarda eslab yig'laysan bir kun kelib" deb. Hech kim aytmagan. Agar men uni bo'lishim bilganimda 0-oyligimda yodlab qo'yardim karran oxirigacha. Mana misol matematika o'tirasiz, bo'pti endi bunisiga ham chidadik, raqamlarni ham, harflarni ham qo'shib turamiz desangiz, bugun sizlar bilan ildiz chiqarishni o'rganamiz. Ana bo'lmasa, biologiya bilan mehnatni ham qo'shib o'rayapti, eplab odam anatomiyasini ham qo'shib o'rasa normal bo'lib ketadi. Xo'p, matematika fanida bilasizlarmi, haligi nazoratchilarda 25 ta test bo'ladi. 20 tasi ABC'li bo'ladi. Hamma belgili edi ABC'da, lekin 5 ta oxiriga javob yozish kerak bo'lganda, boshida o'tirgan ikkita a'lochi bola yozmasa hech kim yozmaydi. Chunki o'zingiz yozsangiz, ularning javob bittasida 7, bittasida 7.5, sizda Qo'qonxon, Iskandar, Makedonskiy bo'lib qolgan bo'ladi.